Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram aziz muxlis va muxlisalarimiz, siz azizlar bilan ijtimoiy muammolar, ijtimoiy odoblar haqida turkum suhbatlarimizni davom ettirib, xususan bugun ojizalarimiz, zaifa opa-singillarimizga bir eslatma ma'nosida ayollarni erlari oldidagi burchlari haqida gaplashmoqchimiz. Men o'ylaymanki, bugun ushbu suhbatimizni ko'plab muxlisa, mu'mina bo'lgan opa-singillarimiz eshitib, bunga o'zlariga kerakli xulosani oladilar va shu o'rinda men barcha opa-singillarimizdan, mo'tabar onalarimizdan uzr so'rab aytmoqchimanki, bu aytilayotgan gaplar, bu nasihatlar men ichimdan to'qib olgan yoki biror bir joydan o'zim o'zlashtirgan emas, balki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gaplari 1400 yoshdan o'tgan shariatimizning gapi deb qabul qilasizlar. Shuning uchun bir oz sizlarga qo'porlikdek ko'rilsa, bizni uzrimizni qabul qilib, balki bundan o'zingizlarga yarasha bir xulosalarni qilasizlar degan umiddaman. Zero biz uchun dunyoda eng qadrli zotlar bu ayollar ekanligini, onalar ekanligini, jufti halollarimiz ekanligini, qiz va opa-singillarimiz ekanligini bot-bot sizlarga takrorlab aytdik. Lekin mu'mina, muslimalar o'zlarini burchlarini bilib olishlari lozim bo'ladi. Islomda ayollarni erkaklar oldidagi burchlari, vazifalari nihoyatda yuqori. Ayniqsa erkak kishini ayollar oldidagi haqlari juda ham ulug'. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalaridan birlari bir kuni boshqa bir millat, boshqa din vakillari tomonga safarga borganda, u yerdagilar o'zlarini rahbarlariga, o'zlarini xo'jalariga sajda qilib salomlashar ekanlar. Haligi sahoba buni ko'rib aytdilarki, bular bir majusiy bo'lsa-yu, shuncha hurmat qilar ekan, biz ham shunday qilishimiz kerak, shunda chiroyli bo'ladi deb o'zlaricha fikr qildilarda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, u zotga mana shunaqa qilib salom berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilyapsan deyodilar. Men o'sha majusiylarda o'zlarini rahbarlariga, o'zlarini hukmdorlariga mana shunday salomni sajda qilganini ko'rdim deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bundan qattiq qaytardilar. Odamda odamga bunaqa sajda qilishi mumkin emas dedilar. Sajda faqat Allohga bo'ladi deb turib, orqasidan aytdilarki, o'zi mumkin emas, azizlar. Agar mabodo odamda odamga sajda qilishi mumkin bo'lganida, men ayollarni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim dedilar. Qarang, qay darajada yuqori erkaklarni martabasi. Albatta, Alloh subhanahu va taologa itoat qiluvchi mu'mina, muslima ayollar Allohga itoat qilishlik bilan birga o'zini jufti halolini, turmush o'rtog'ini astoydil rozi qilishlikka harakat qilmoqligi, mana shu yo'lda jiddiy jahd qilishligi lozim bo'ladi. Zero ayolning jannati yoki do'zaxidir. Ya'ni erni rozi qilib jannatga kirib olish imkoniyati bor yoki uni norozi qilib, Alloh saqlasin, do'zaxiylar tomonida bo'lib qolishligi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi ayol vafot etsa-yu, eri undan rozi bo'lsa, jannatga kiradi dedilar. Termiziy va Hokim rivoyat. Yana boshqa bir hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar ayol 5 vaqt namozini o'qisa, o'zini nomusini, iffatini saqlasa va eriga itoat qilsa, jannatni istagan eshigidan kiradi deydilar. Ibn Hibbon rivoyat. Qarang azizlar, bu imkoniyat siz onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, sizdek oliyjanob bo'lgan mu'mina muslimalargagina nasib qiladi. Albatta, bu itoat shariatga muvofiq bo'lishligi lozim. Chunki agar eri gunohga chorlasa, gunoh ishlarga buyursa, shariatdan chiqib ketadigan topshiriqlarni aytsa, bunga itoat qilmaslikka haqqi bor. Lekin boshqa masalalarda albatta eriga itoat qilishligi lozim. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu itoat uchun qancha darajada savob bo'lishini aytadilarki, eriga itoatkor ayol haqqiga modomiki eri undan rozi bo'lar ekan, havodagi qushlar, suvdagi baliqlar, osmondagi farishtalar hamda quyosh va oy istig'for aytadi dedilar. Qarang, eriga itoat bo'lgan ayolga shuncha martabaya, ammo qaysi bir ayol eriga osiylik qilsa, eriga norozi qilsa, unga Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'nati yog'iladi. Qaysi bir ayol erining yuziga xo'mrayib qarasa,
to eriga tabassum qilib ko'nglini olmaguncha Alloh taolo undan norozi bo'ladi. Qaysi bir ayol uyidan erini ruxsatsiz chiqsa, to qaytgunicha unga farishtalar la'nat aytib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, do'zaxga boqib, uning ko'pchiligi ahli ayollardan iborat ekanligini ko'rdim. Buning sababi ayollar Alloh va rasuliga hamda o'zini erlariga kam itoat qilishar ekan, ko'p yesan-tuson qilishadi dedilar. Qarang azizlar, qanchalik biz uchun ayollarimizga kerakli bo'lgan maslahatlarni bundan bir necha asr muqaddam go'yoki hozir ko'rib turgandek Rasulimiz alayhisalom aytib o'tyaptilar. Eriga itoat qilsa mana shuncha savobi, jannat, farishtalarning istig'fori, ammo eriga xo'mrayib qarasa deyapti. Qarang, bittagina xo'mrayib qarab qo'yishligiga, ya'ni qovog'ini solib o'tirishiga, to eriga tabassum qilib ko'nglini olmaguncha Alloh undan norozi bo'lar ekan. Eng katta urush, muhtarama opa-singillar, mana shundan kelib chiqadi. Erkak kishi ko'chadan kirganda ayolini uni tabassum qilib kutib olishini xohlaydi. U erkak sizni, oilasini boqaman deb ko'chada ming mushkul mashaqqatlarga uchraydi. Qancha qiyinchiliklarga uchraydi. Tirikchilik qilaman, bola chaqamni boqaman deb o'ziga munosib bo'lmagan har qanday ishlarni qilib bechora ming mushkullar bo'ladi. Ishxonasida rahbaridan gap eshitadi, hamkasblaridan eshitadi yoki ba'zan ishi yurishmay qoladi. Mana shunaqa holatda uyiga kelganda uni ayoli yana uni ustiga qovoq solib kutib olsa, er uchun juda qiyin. Chunki erkak kishi uyiga kelganida uyda rohat ko'rish kerak. Shuning uchun eshikdan kirganda odatda ayol kishi erini tabassumla kutib olish kerak. Ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki, erkaklar aytaylik uzoq safarlarga chiqib ketgan, bola chaqasini boqish bilan ovora bo'ladi, oilasiga tez pul yuborib turgan, qo'ldan kelgancha qilgan, orada pul yubormay qolsa, ayoli nima uchun pul yubormayapti? Erim kasal bo'lib qoldimikin? Biror bir muhtojlik bo'ldimikin demaydi-da, balki erini pul yubormayotganligi uchun uni g'iybat qilishga, ig'vo qilishga o'tadi. Aylanib o'rgilib go'yoki uy uchun bir sog'in sigir vazifasini bajarib qoladi. Qachon foyda keltirsa hurmat, foyda keltirmasa hurmat qilmaslik. Bu narsa umuman bizni islomda yo'q azizlar. Balki qanaqa holatda bo'lganda ham eriga itoat qilishlik, unga tabassum bilan chiroyli kutib olishligi kerak. Bu narsani bizim momolarimiz o'rgatgan. Bir otaxon onalarini eslab yig'lab aytdilarki, urush mahal otam urushdan bir oyog'i yo'q bo'lib keldi dedilar. Qarang, otalari bir oyog'idan ayrilib urushdan qaytib ketdi. Uyimizda yegulik hech narsa yo'q. Bir nechta bolamiz dedi. Otam rahmatlik deyapti otaxon. O'zi nogiron bo'lishiga qaramasdan bolalarimga bir burda non topamanmikin deb bir oyoqlarida hassaga tayanib chiqib ketadilar. Har kuni kechqurun hech narsa topa olmay keladi dedi. Buni bilgan onam dedilar. Otam chiqib ketgandan keyin qaytib kelguncha sandalga dedi hammamizni uxlatib tayinlab qo'yadiki, hozir dadanglar kelib, qorninglar to'qmi desa, ha deb aytinglar dedi. Qarang. Eshikdan dadam kirib keldi dedi. Sandalni oldida o'tiribmiz, hamma bolalar uxlab olganmiz. Men dedi kattaroq o'g'ilman, uxlamasdan yotuvdim. Otam menga qarab, "Bolam, qorningiz to'qmi?" deb so'radilar dedi. Men bir onamga qaradimda, otamga qarab, "Ha, qornim to'q" deb aytdim. Shunda otam menga qarab, "Nima yedingiz bolam?" deyodi. "Hech narsa" degan edim. Otam yig'lab yubordi dedilar. Onasining jasoratidan yig'lagan. Onani qarang, hech narsa yo'q bo'lsa ham bolalariga tayinlayapti, "Oting kelsa shikoyat qilma" deb. Ammo bizda-chi azizlar, bizda ayollarimiz yeb tishlari og'rib ketsa ham bir kun bo'lmasa shikoyatni ko'paytiradi. Shunday qilib sahobalar asta-asta kuchaya boshladi, ko'paya boshladi. Islom rivojlandi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari yana sahobalar bilan birga targ'ib qila boshladilar. Va sahobalar ko'paygan sari mushriklarning aziyatlari ham kuchaya boshladi. Kofirlarning zulmlari kuchaya boshladi. U orada sizga ma'lum bo'lgan voqealar bo'ldi. Hazrati Bilol radhiyallohu anhuda xo'jayini bilib qolib, uni bir necha kunlab oftobga yotkizib, ustiga og'ir toshlarni qo'yib, Allohdan yuz o'girishga va butu sanamlarga ibodat qilishlikka chaqirdi. Ammo Hazrati Bilol radhiyallohu anhu yotgan joylarida ahad, Allohdan boshqa iloh yo'qdir, yolg'iz Allohdir deb mardonavor turib berdi. Keyinchalik Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uning sotib olib o'zini ozod qildi.
va boshqa juda ko'p mazlumalarni Abu Bakr Siddiq ulardan sotib olar, ularga yordam berardi. Hatto bu ishidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning xonadonidagi otalari ham hayron bo'lardi. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamma bori butuni bir musulmon do'stini ehtiyot qilib saqlab olishlik uchun sarflashga rozi bo'lgan edi. Kofirlar qattiq zulmlarni boshladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq jabrlar berdi. U mahalda azizlar, Fatima onamiz ham dunyoga kelgan. Fatima onamiz go'dak bir holatda edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yonlarida go'daklik chog'ida Fatima onamiz og'ir bir narsaga guvoh bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ka'bani oldida sajda qilib turgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib bir hayvonni qornini yorib olib kelib najosati bilan boshiga kiydirib qo'ydilar. Rasulimiz sajda qilgan holatida boshlarida mana shunday najosat axlat bilan qolib qoldi. Atrofida turganlar hech kim yordam bera olmadi. Magaram go'dak qizlari yugurib keldilar. Farzand uchun ota eng muqaddas zot, ota eng badavlat, otani xorlanishini hech qaysi farzand qabul qila olmaydi. Ayniqsa qiz bola. Lekin Fatima onamiz ne ko'z bilan ko'rsinki, oddiy ota emas, Allohning rasuli bo'lgan zotni mana shunday qiynashibdi. Yugurib kelib boshidan haligi narsalarni ovordilar, axlatlarni yig'ishtirib mahkam quchoqlab yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom, "Yig'lama qizim, bular bilmasdan qilyaptilar" dedi. Qarang, u zotni qanchalik bag'rikengligini, kechirimligini, samohatini qarang. "Qizim, bular bilmasdan qilyaptilar" deyaptilar-a. Mana shu holatda buni qilgan ham Abu Lahab. Rasulimizning yo'llariga Abu Lahabning xotini yalang oyoq yurganligi uchun tikondan bo'lgan tikonlarni olib kelib shohi shabbalarni tashadi, oyoqlarini ezib olib qonatdilar. Ko'p azob berdilar. Mana shundan keyin Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda sura nozil qildi. Astag'izu billah. Tabbat yada abi lahab va tab. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Sayasla naran zat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Ushbu sura Abu Lahab va uning xotini sha'niga tushdi. Alloh ushbu surada Abu Lahabning qo'li quriganligini aytibdi. Abu Lahabning qo'li quriydi va quridi va uning moli dunyosi, uning kasb kamoli unga hech narsa yordam bera olmadi, behojat qila olmadi. Uning ayoli o'sha Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oyoqlarini tagiga tikonlarni, shoxlarni tashlagan ayoli bo'yniga ip baylanib do'zaxga o'tin tashuvchi bo'ldi. Ushbu oyati karima payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga azob berilganligi uchun nozil bo'lib qiyomatgacha o'qiladi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shunday azoblarni boshdan o'tkazdilar. Ko'p qiyinchiliklar, ayniqsa sahobalarga og'ir qiyinchilik bo'ldi. Ba'zi bir sahobalarga juda ham qiyinchilik kuchayib ketdi. Shundan keyin Rasulimiz alayhisalom ba'zi birlarini Habashistonga borib turishlikka buyurdilar. Bu tariximizdagi birinchi hijrat edi. Ushbu hijrat haqida siz azizlar bilan keyingi suhbatimizda suhbatlashamiz.